Milliy tiklanish demokratik partiyasining 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturidagi oila instituti va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash yo'nalishida partiya quyidagi tashabbuslarni ilgari suradi. Biz uchun oila muqaddas qo'rg'on. Otalik, onalik va bolalikning davlat tomonidan muhofaza qilinishi, ayollar va erkaklar teng huquqli deb e'tirof etilishi, ularga jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda hamda barcha sohalarda teng huquq va imkoniyatlar berilishi partiyaning ustuvor maqsadlariga uyg'undir. Shundan kelib chiqib, partiya quyidagi tashabbuslarni ilgari suradi. Oilaviy an'analar, axloqiy qadriyatlar va huquqiy mezonlarni takomillashtirish. Oila sha'ni va shavkati himoyachisi erkaklarning oiladan, bola tarbiyasidan uzoqlashishini oldini olish. Otalar kuni ijtimoiy-siyosiy kun sifatida bayram qilinishini ta'minlash. Erta nikoh, voyaga yetmagan qizlarni unashtirish yoki og'iz solish bilan bog'liq salbiy udumlarning oldini olish. Qadriyatlarimizga zid bo'lgan oila tushunchasi, gender o'lchovlariga qarshi kurashning huquqiy asoslarini kuchaytirish, ota-onaning farzand tarbiyasidagi rolini hamda bolalar xavfsizligini ta'minlashga mas'ulligini oshirish. Keyingi videoda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishidagi takliflarimiz bilan tanishishingiz mumkin.